Beshiging qani? Xasta qolaman. Qaytarilmasin. Xo'p bo'ladi. Xo'sh, bizning birinchi vazifa stolni ustini bezatishni tugatdik. Shundaymi? Xuddi shunday. Endi navbatdagi vazifa nima? Kelayotgan mijozlarni kutib olish. Yaxshi. Ana endi ishni nimadan boshlaymiz? Birinchi navbatda tashqi ko'rinishimizni tekshirishimiz kerak. Kiyimlarimizda g'ijim bo'lmasligi kerak. Chunki mijozlarimizda birinchi taassurot aynan tashqi ko'rinishimizdan boshlanadi. Qo'limizda sochiq bo'lishi kerak. Sababi mijozlarimiz qo'lni yuvib kirishsa, mana shundan foydalanishadi yokida noqulay vaziyatlarda kerak bo'ladi. Keyinchi, Assalomu alaykum. Marhamat. Yuzimizda doim tabassum bo'lishi kerak. Tabassum ijobiy kayfiyat ulashadi va mijozga bo'lgan hurmatni bildiradi. Mijozlarga bo'sh joyni ko'rsatib olib boramiz, shunda mijoz joy qidirib ovora bo'lmaydi. Marhamat. Bu ularga qulaylik yaratadi. to'ppa-to'g'ri. Keyinchi, Mijozlarning ust kiyimlarini hurmat bilan olib, ilgich kiyamiz. Bu mijoz oldida ofitsiantning hurmatini oshiradi. juda yaxshi. Qilayotgan ishlarimiz nimani anglatadi? Bu bizni ishimizga bo'lgan mas'uliyatni va mijozlarga bo'lgan ishonchimizni bildiradi. Agar siz quyidagi amallarni bajarsangiz, mijozlarni professional darajada kutib olasiz. Mijoz kelishidan oldin kiyiming silliq va toza bo'lsin, qo'lingda oq sochiq bo'lsin. Mijoz kirayotgan payt tabassum qil, ko'z bilan aloqa o'rnat, salom ber. Kirib kelgach, mijozdan yarim qadam oldinda yur. Bo'sh joyni aniq ko'rsat. Mijozning ustidagi kiyimini hurmat bilan ol. Agarda shu tartibni bilsang, mijoz o'zini restoranga kirgan zahoti hurmat qilingan mehmon deb his qiladi.